Salom do'stlar. Transfer bozorida katta yangilik. Mashhur insayder Fabrizio Romano ma'lum qilishicha, Real Madrid birdaniga 2 nafar himoyachini o'z safiga qo'shmoqda. Birinchi transfer Denzel Dumfries. Romano o'zining mashhur "Here we go" iborasini ishlatib, gollandiyalik futbolchining Real Madridga o'tishini tasdiqladi. Ikkinchi transfer esa Ibrahima Konate. Fransiyalik markaziy himoyachi ham Real Madrid bilan kelishuvga erishgan. Fabrizio Romanoning so'zlariga ko'ra, Konate 4 yillik shartnomaga rozi bo'lgan. Shunday qilib, Real Madrid yangi mavsum oldidan himoya chizigini jiddiy kuchaytirmoqda. Dumfries va Konate transferlari rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Sizningcha, bu ikki transfer Real Madridga foyda keltiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va shunday futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.